Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 15-iyun navbatdagi 7 go'sht do'konimiz tayyor bo'ldi. Yana 2-3 tayyor bo'lgan do'konlarimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qonli obzor qilib beramiz, xudo xolasa. Bu do'konimiz Toshkent viloyat Qibrayimida, Qibraydikida. Qibrayga tayyorlangan do'konimiz. Bu juda ham baquvvat yasadik. Oldida mana 6 ga 4 profillar, qalini, antrazit akfa. Bunda xo'p, ichlari 100% MDF, devor ham MDF, pol ham MDF. Zapas eshik qilib berdik. Qachondir men bu yerda ikkita xona Pergorodga yurg'izaman desa ham bemalol nima qilsa bo'ladi. Ikkita xonaga отдельно ikkita fortishka, tepa plastik, xullas bir qavat o'tipli qilib berdik. Nasib bo'lsa zo'r chiqdi. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Sifati ham a'lo darajada, akfalar ham yaxshisi, profillar ham yaxshi qalindan qilingan, xudo xolasa. Ikkinchisini ham olaylik. 6 go'sht do'konimiz ham tayyor. Bu do'konimiz Surxondaryo viloyati Denov tumaniga Husniddin akaga tayyorlab berdik. Bu 6 ga 3, bir xona, bir eshikli. Mana bu yerda katta fortishka qilib berdik. Mana tepaga ochiladigan katta fortishka. Bu ham xuddi shunday MDF, ichlari penoplast, polimiz ham MDF. Aytgancha yana bitta narsa, ko'pchilik MDF nima tushunmayapti, to'g'risi. Mana bu DSP, laminat DSP bu. Mana ichi ko'rib turibsizlar, nima deydi? Kavoy deydimi shunaqa. Mana bu MDF. Mana press juda ham baquvvat. Juda ham baquvvat narsa mana. Ko'ribsizlar? Mana sizlarga chiqib ko'rsataman. Mana hech narsa qilmaydi. Garantiya beraman. Bu narsaga-da, bu narsaga. Xo'p, 3-do'konimiz bu ham tayyor. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumaniga tayyorlab berdik buni. Buni razmeri 5 ga 3,5. Bu pirlavkalar bilan komplekt bo'lgan. MDF, temir pirlavka, plastik, pollarimiz ham MDF. Xullas, uteplyonniy qilingan bu, 2 qavat bo'lgan bu. Xohishga qarab, bir qavat, 2 qavat qilib beramiz. Mana oldi tarafi ham kichkina ikkita oyna qilib berdik, yopiq joy qilib berdik. Xullas, klient xohishiga qarab qilib beramiz. Kimga qanaqa razmer kerak, qanaqa rang kerak, bemalol tanlash imkoniyatiga egasizlar. Respublika bo'yicha dastavka ustanovka bor. Eng nimasi sizlarga qulayligi, mijozlarimiz tomonidan hech qanaqa mehnat talab qilinmaydi. Olib borib, o'rnatib, hammasi o'zimizdan. Hamma narsa ichida qilib hisob-kitob qilib beramiz, xudo xolasa. Dastavka ustanovkalar bepul. Do'konga to'lov qilsanglar bo'ldi, xudo xolasa. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib qo'yinglar, kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz.